ne mo'jizotlar yuborgan Alloh, ob rahmat ila sug'organ Alloh, aytsam eng kattakon tafsilotini Yasribdan Madina chiqargan Alloh, nabaviy sakinat yurakka inar, har buyuk hodisa ko'zgu voqeda, eng shovqin to'fon ham jimgina tinar, boqiylik yastanib yotar baqida. Iymon sharaf topgan Dorul Amin bu, ofiyat o'chog'i, ishqqa ta'min bu, halovat sababi qayda deysizmi? Rasulni quchoqlab yotgan zamin bu. Mus'abning da'vati dur ila sadaf, ummat so'ng topmadi bundoq yoqutni, yotar mag'lublikdan keyingi sharaf, qanday sevmay bo'lar axir Uhudni. Nesiri bordir bu ovozalarning, ovozi keladi havozalarning, Hamzaga o'qilgan janozalarning, yig'lab ko'rib qaytdim u kun Uhudni. Qubo ostonasi, ne dilgir hislar, Allohdan topshiriq qurinchi masjid, tuya cho'kkan joyga tikilgan ko'zlar, islomda qurilgan birinchi masjid. Madina, men senga tutingan oshiq, davolar aylading g'am hajrlarga, hayrato hamono qo'llaring ochiq, bugun ham ansorsan muhojirlarga, payg'ambar labidan taralgan taskin, Salmoni Forsiyga bitilgan duo, bugun ham sochilgan olamga rizqing, ko'ngillar mulkini etgancha da'vo. Madina, dunyolar yorishar kulsang, izlab o'tirmagin boshqa tabibni, vahki sen shunchalar chiroyli bo'lsang, husni qanday bo'lgan bilman Habibni.